o'zim ham qiziqib ketdim, siz ham qiziqyapsiz. Xullas 2024-2025-yil geyliklardan umuman farq qoldirmaymiz deb qasamyod qildik-ku, to'g'rimi? Qiynalib ketsak ham qilyapmiz. Bollarni ko'ringda, yuz qorayib ketdi. Bolgarkada kesaverdi. Xullas qarang, kirloni qo'ydim. Men o'ylagandan sal qiyinroq bo'lyapti, lekin menimcha qo'llab-quvvatlab turibsizlar-ku, menga sezilmayapti. Mana shuncha ishi kichkina, original geylikdan eskicha geylik, xuddi shuncha razmerda kichkina. Endi biz bundan nari beri qilib, plus minus qilib aldab boradigan darajada to'g'rilab olishimiz kerak. Kuzatib turing, hozir orqa kirlo va orqa bagajini qo'yamiz. So'rayapsizlar, qo'yyapman. Like bosishingiz sinadan chiqmasin. Xullas, o'sha gap. Birga bir qilmagunimizcha to'xtamaymiz. Qaranglar, ikkita orqa kriloni ham deyarli joyiga olib kelib qo'ydik. Lekin aytaymi, bu geylikki bor-ku, shunaqa mustahkam qilgan ekan. Ikkita kriloni yechish uchun bir kun vaqtimiz ketdi va ko'rishingiz mumkin. 20 ta xuddi shunaqa bolgarkani tosh ketdi. Toshlar tuftami yo geylik qattiqmi? Kommentariyada yozingda, keyin mana shunaqa tosh yaxshisi qayda bor? Zo'rini bizga aytsin, olaylik. Tosh olaverib zerik. Qiynagan joyi bor. Qaranglar, orqa bagaj 1.13 turibdi. 1.13 sm 2025-yil bagaj. Hop, uzunligi bo'lsa 1.3. Ya'ni 10 sm mana shu bagajni kattalashtirishim kerak bo'lyapti. Biz juda qiynalyapmiz. Xullas, okalar poddeshka qilib turmasanglar bo'lmaydi. Agar mana shu video 100 ming ta like yig'adigan bo'lsa, полный mo'shdan temir ishi bitganini qo'yib beraman. Ungacha sizlar podpiska bo'lib kuzatib boringlar.